Ha, sekin ishlayapman. Tinchlikmidi? Ha, dorilar. Ha, retsepti yonimda. Bo'ldi, hozir bironta aptekadan olib tashlab beraman. Xo'p. Va shuncha rasxot ustida bu ham bormadi. Yonimda pul yetarmikan? Assalomu alaykum. Mana shuni bitta hisoblab berasizmi? Va alaykum assalom. Bo'ldi hozir. Ilhom aka. Iya, Sardorjon, nima qilyapsiz bu yerda? Ha aka, shu 911 aptekani ochib olganmiz-da, xalq xizmatidamiz. Zo'r bo'pti. Uyimga ham yaqin joyda ochibsiz. Ha, shunaqa. Ha, kimga bu? Kimga dorilar? Ha, kimningizga edi, bitta hisoblab bering-chi. Nech pul bo'lar ekan hammasi? Bo'ldi hozir. Aka, hammasini hisoblovni 457 ming bo'ldi. 457 minglik bo'lar ekan. Ha, yonimda 120 mingcha pulim bor edi. Shunga yarasha hisoblab beravering, qolganini keyin olib olarman. Aka, xijolat bo'lmang, begona emassiz-ku. Hozir hamma dorilarni beraman, yetmagan yo'lingiz tushganda berib ketaverasiz. Rahmat Sardorjon, xijolat qildingiz-da odam. Mana qolganini tashlab ketaman, ha? Ha, bo'ldi aka, bemalol. Hozir. Ha, oldim hamma dorilar, hozir boryapman. Mana Kalinskiga 911 apteka ochilibdi. Shatdan oldim. Ha, nima dedi doktor? Ha, kasalim yana qaytalanib qopti. O'tgan safar lecheniyalar yaxshi ta'sir qilmaganmi? Shuni hisobiga bu safar kuchliroq dorilar yozib berdi. Yana 10 kun lecheniya qilib boshqatdan kelasiz dedi. Bu dorilarni olish kerak edi. Pulingiz bormidi? Ha, bor. Bu o'rtada apteka bormi-kina? Haligi 911 apteka bor edi-ku. Dorilari ham arzon edi. O'sha yerdan olsak bo'lmaydimi? Ya, 911 bor edi, tanishimiz. Ya, o joydan qarzim bor edi-da. Qanaqa qarzingiz bor edi? Ha, o'tgan safar sizga dori olganimda 300 nech pul dirham qarz olib qolgandim. O'shani berilganim yo'q hali. U dorilarni olganimizga 5-6 oy bo'lib ketdi-yu, hali ham bermaganmidingiz? Balki kasalim qaytalanib turgani shu qarzga olganimizgadir. Balki u odam ham sizdan xijolat bo'lib so'ralmay turgandir. Baribir birovda haqqi, berib qo'yaylik. Ha, to'g'ri aytasiz. Hozir o'sha yerga o'tib ko'ramiz, qarz berib qo'yaylik.